Assalomu alaykum hammaga. Jonli avommi, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Universal Trader. Akalar o'tgan darsda savollar ko'p bo'ldi. Juda ham o'sha savollarga qisqacha tushuntirish ham berib ketaman. Zonadan toza foydalanishni darsini o'tib beraman bugun. Aktualniy foydalanilsa bo'ladi zonalardan haligi riskni kamaytirib, tasdiq bilan savdo qilishda darsi ketadi bugun inshaalloh. Akalar, mana bu ko'rib turgan narsalar ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaganlar uchun tushuntirib ketaman. Shulardan tasdiq olib ishlasa bo'ladi, strategiya bo'yicha risk kamroq bo'ladi. Qaranglar, например, misol uchun H1da zona bor, mana bu yerda vertikalniy liniya deylik. Mana vertikalniy liniya bu qoraytiramiz ekan. Mana vertikalniy liniya svecha chiqdi. Misol uchun vertikalniy liniyada qanaqadir mana bitta svecha chiqdi. Buni H1 svecha deb olaylik. Aynan o'sha H1 svechani markaziga kelish kerak edi, to'g'rimi? Markaziga, mana markazini Fibonacci'ni olamiz. Yo'q, Fibonacci emas. Xullas, markazi mana bu deylik, mana o'zi markazi bor. Shu markaziga kelganda biz kichkina time frame'dan foydalanishimiz kerak. M5 dan, ya'ni M5. Shundaylar, mana bu H1 svecha, buni markaziga kelganda biz 200 punkt selga yo bayga ishlab olishimiz kerak edi. O'sha 200 punktlik narsani taxminan qilmaysizlar-da, tasdiq bilan savdoga kirasizlar mana bunaqa svechalar orqali. Tushundinglar-a? Hop. Buni ochib tashlayman, o'chirib tashlasam bo'laveradi. Akalar, bu mana bu engulfing deyiladi. Bu svechamiz, bu selldiki. Engulfing. Svechani shakliga e'tibor beringlar. Mana svecha tepasini ham, pastini ham birdaniga yutib yuboryapti. Mana buni minimumiga qo'shib, mana buni minimumini yutyapti. Voy bilim, mana ekranim qoraga moslangan edi. O'zi sizlar uchun oq qildim ekranni bugun. Yarkiyroq ko'rinadi svechalar. Buni minimumini yechyapti akalar, mana. Minimumini tana bilan urib o'tyapti mana bu svechani. Minimumini bor, shpilkasini tana bilan yutib yuboryapti bir yo'la qo'shib. Ko'ryapsizlar-a? Tasdig'i shu, o'shancha engulfing deyiladi. Ya'ni o'zbekchada yutib yuborish, bitta svechani ikkinchi svecha yutib yuborish kerak. Bunda bu baydiki, mana misol. Mana buni minimumini yechib turib, keyin maksimumini yutib yuboryapti tana bilan. Tana bilan tepada yopilyapti. Mana bu shpilkasi bor, o'sha shpilkasidan tepada yopilyapti. Tushundinglar-a? Bu engulfing deyiladi. Xuddi shunaqa svechani qidirishinglar kerak. Signal sifatida o'sha zonani markazidan. Yo bu bo'ladi, yo bu bo'ladi. Bayga qaray turgan bo'lsanglar, misol uchun, unda sizlarda svechinglar bor-da, mana misol. Mana bunaqa holat deylik, misol. Mana bunaqa bo'ldilar, mana bunaqa bu sizlarning markaziylarga tushib berdi o'sha svechani. Mana buni H1 svecha deb olsak, mana minimumi, mana bu maksimum bo'ladigan bo'lsa, bu sentriga tushdimi H1 svechani. Hozir misolda ham ko'rsatib beraman, bitta ikkita misollar tushunib olasizlar yaxshilab. Shu zonada mana shu sentriga kelganda mana bunaqa holat kutishinglar kerak bo'ladi. M5 ga o'tib, M5 time frame ga o'tib, kichkina time frame ga. Tushundinglar-a? Shundan foydalansanglar, вообще konkret bo'ladi. Shu svecha ko'rindimi, shetdan zdilka qilasizlar. Stop lossini 10 punkt, 20 punkt pastiga qo'yishinglar kerak bo'ladi shu zonani. Например, bu yog'ini 1 ga 2, 1 ga 3 qilib ishlab chiqib ketasizlar keyin. Поглощение. Bu engulfingni tushuntirdim. Endi qaranglar. Sizlarga mana buni tushuntiraman. Hammer. Bu hammer deyiladi. Kimdir hammer deydi buni, kimdir nima deydi? Yaponskiy svechada kitobida o'zi nima deb yozilgan buni? Tilimda uchida turibdi. Xullas hammer deydilar, bo'ldi. Inglizchada hammer deydi. Yana bitta nomi bor buni. Nima ham nimadir derdi-da. Xullas esimda yo'q. Xullas shunaqa shakldagi svechani
Shuni sentridan qidirasizlar. Mana bu mana rangini qizig'i yo'q a buni ikkalasini ham. Misol mana selga ham bayga ham bir xil. Misol uchun qizil mana qizil svecha chiqdi. Ko'pchilikda tushunchasi bor-da, misol uchun selga oqib ketish uchun qizilni chiqish kerak deb o'ylaydi. Misol uchun qizil svecha bo'lish kerak deb o'ylaydi. Qizili yu yashili farqi yo'q. O'sha zonaga keldimi, zonada shunaqa hammerni ko'ryapsizlarmi? Hammerdan keyin обязательно narx tashlab yuboradi. O'sha yo'nalish bo'yicha tashlab yuborish kerak bo'ladi. Hammerni ko'rdinglarmi, savdo qilasizlar. Misol kirish qildinglar, shu yerdan bum yopildi, kirish qildinglar, stop lossda shu 10 punkt, 20 punkt qochirib 1 ga 3 yo 1 ga 2 sotnosheniyada qochib yuborsanglar bo'ladi bozordan, o'sha shamni ichiga kirganda. Buni baydiki ham xuddi shunaqa, qizili yu yashili farqi yo'q. Hammer bo'lsa bo'ldi, shu zonaga kelganda hammer bo'lish kerak. Xo'p. Tushundinglar, mana shu svechalarda eng kuchlilari shu razворотный svechalar deyiladi bular. Hozirda bozorda aktual ishlab turgan svechalar shular bo'ladi. Eng kuchlilari. Shu ikkita tasdiqda o'sha ikkita svecha bo'lsa, bo'ldi. Ikkalasidan bittasi yo engulfing bo'lish kerak, mana bu zonani sentriga kelganda yoki mana bunaqa hammer bo'lish kerak. Bo'lmasa real bozorga o'tkazib ko'rsataman akalar. Real bozorga o'tamiz, hozir o'sha yerdan ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Endi yoqilmagan u. Hozir yoqib olamiz, mana qaranglar. Настройкасы, больше настроек, событие bo'limiga o'tamiz, границы sessini yoqamiz. Okey. Bizga mana zona kelib chiqadi. Hop, mana zonalar kelib chiqdi bizga. Mana svecha, bunda svecha, mana hammasidan kelib chiqdi zonalar. Endi biz zonalarni belgilab olamiz. Misol uchun mana bu narsa bilan belgilab olamiz. Har doim o'zimizni narsa bilan bitta mana bu liniyadan keyingi svechani belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana buni настройкасini to'g'rilab olishim kerak. Chizganimcha qolib ketdi. Hop. Hop. Mana. Rangini o'chirtirishim kerak ekan, ozgina ko'rinmay qolyapti. Ha, bo'ldi ana. Chiqdi. Hop. Mana bunaqa qilamiz buni. Svechani markazini aniqlab olish uchun ikkita misolini ko'rib chiqamiz mana. Buni ham belgilab olamiz. Logikasi oddiy. Agar tushunmay turgan bo'lsanglar, mana shu kanalga qarasanglar, endi ko'rib turgan bo'lsanglar bu videoni shu kanalga qarasanglar, akalar. Birinchi dars chiqqan. Bu ikkinchisi o'shani, ikkinchi qismi. Tasdiq bilan kirish o'sha. Qaranglar, endi chalg'imaymiz. M5 time frame ga o'tib ko'ramiz o'sha zonalarni. M5 time frame ga o'tib ko'ramiz. Mana. Hop. M5 time frame mana bu yerda mana H1 yopilganda mana. Mana bu yerda H1 yopilgan. H1 shetda yopilgan. Mana bu yerda ochilgan nuqtasi mana H1. Bu mana bu sentriga kelib berishi mana. H1 svecha yopilib, ikkinchi svecha uje sentriga qarab yuryapti mana, ko'ryapsizlar a? Sentriga qarab yuryapti. Sentrda nima bor mana? Savdoga kirishdan oldin mana sentrda hammer turibdi. Boya ko'rsatgan svecha. Mana buni sal surib qo'yaman bu yoqqa. Qaranglar, sentrda hammer turibdi mana. Ko'rdinglar, sell hammer. Uje bu hammerdan nima qilishimiz kerak edi? Mana buni olishimiz kerak edi-da. Shu yopilgan joyidan kirib 5-10 punkt tepaga qo'yishimiz kerak edi. Stop loss. Nisbat 1 ga 2 mana. Misol 1 ga 2,5 daraja yurib bergan ekan bu yerda. Mana shunaqa qilib tasdiq olasizlar mana. Birinchi holatda keldi, bir marta ishlaysizlar, zona bir martalik deb tushuntirganman sizlarga o'tgan safar. Esinglarda bo'lsa.
Bu misol bu svechalarni ignore qilib bo'lmaydi. Bu svechalar bozorda doim aktual, faol ishlab kelgan har doim. Narx harakati, psixologiyasi, balosi, battari hammasini shu tajribali treyderlar mana shu Hamber, mana shu поглощение, mana shu svechalardan kelib chiqib oladi. Misol uchun mana bu yerda mana pastga tashlab yuborishdan oldin nima qilgan ekan mana ikkita svecha mana. Hali haligina tushuntirdim sizlarga dars boshida mana ikkita svecha. Mana bu yerda engulfing mana. Ko'ryapsizlar a? Pastga tashlab yuborishdan oldin, shuncha ob'yem tashlab yuborishidan oldin engulfing qilib turib, yutib yuborish qilib turib, undan keyin retis qilib tashlab yuboryapti pastga. Tushunyapsizlar a? Yutib yuborish bo'ldi. Yutib yuborish bo'lgandan keyin mana obratni hammerni teskarisi chiqsa ham, birinchi bu chiqqanning hisobiga pastga tashlab yuboryapti. Keyin bizga o'zimizning zonamizda mana bunaqa hammer chiqyapti. Hammerdan keyin kiryapsizlar. 1-2 soatnashiyani olyapsizlar, qochyapsizlar bozordan. $10 risk qilsanglar, shetdan shetgacha. $20 olib chiqib ketasizlar. Yo, $100 risk qilsanglar, $200 olib chiqib ketasizlar. Hokazo. Akalar. Endi keyingi nimaga o'tamiz? Zonaga o'tamiz. Mana keyingi zonani ham belgilab qo'yganmiz. Mana bizni sentriga mana sentr kerak bo'lgan bizga. Sentriga kelgan, sentrdan ozgina o'tib ham ketgan pastga qarab. Sentrdan ozgina o'tib ham ketgan pastga qarab. Ko'ryapsizlar, mana misol mana bu H1 svechani общий nimasi? Объемi. O'sha H1 svechani tuzilishi desa ham bo'laveradi. Bu mana ichiga qaytib kelyapti. Yopilib turib, yopilgandan keyin retest berib qaytib kelyapti qizildan. Sentrdan ozgina o'tgandan keyin o'z sentrdan pryamoy kirishni tushuntirdim o'tgan safar. Endi bu safar tasdiq olish tushuntiryapman. Mana sentrdan ozgina o'tgandan keyin nima bor bu yerda? Hammer bor yana bitta. Ikkita hammer bor. Qaranglar. Zo'r signal bor mana shu yerda ishlab olishga. Bu sentriga keldi, mana retest berdi. Sentrdan ham biroz o'tib ketdi. Birinchi darsni ko'rsanglar ancha tushunarli bo'ladi. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib chiqqan bo'lsanglar, yana undan ham yaxshi. Mana hammer qilib berdi birinchi, mana hammer chiqyapti. Shu hammerdan kirish qilasizlar. Yo, bu hammerdan qo'rqiydigan bo'lsanglar, mana bu yerda поглощение, engulfing turibdi. Shuni yutib yorgan mana. Mana buni o'zidan oldingi svecha mana. Ikkita svechani birdaniga yutib yoryapti mana bu svecha. Bundan kirsanglar bo'ladi. 3 ta signal bergan. Mana shu yerda svechnoy signallar 3 ta bo'lgan. Bitta bu hammer, bu engulfing ikkinchisi, uchinchisi yana bitta hammer bo'lyapti bayga. Tushunyapsizlar-a? Birinchisidan kiramiz, iloji yo'q, birinchi signalni kutib turib, shundan kiramiz. Ungacha mana umuman signal bermagan mana bu territoriyagacha, mana bu sentriga tushmaguncha hisoblaymiz, mana bu o'rta liniyaga tushmaguncha hisoblaymiz. Kelyapti. Mana signal yo'q, o'shanaqa svechalar yo'q, engulfing yo'q. Hammer yo'q. Mana bu yerda bum hammer chiqdi, uchib ketdi narx. Shu hammerning yopilishidan baykerladi. Srazu baykirib stop lossini shu pastga o'sha 10 punkt nari berib 10 punkt 20 punkt qo'yib qo'yasizlar pastga. 10 punkt 20 punkt yetadi. 1-2, 1-3 soatnashini ishlab chiqib ketasizlar misol uchun. 1-2 ishlaganinglarda ham normalniy $10 risk qilasizlar, $20 olib chiqib ketasizlar. 1-3 bemalol yurib bergan ekan bu yerda mana. O'tgan safargisi 1-2,5 atrofida yurib berdi. Ikkita misol ko'rsatdim men. Bozorda bitta test qilib o'sha svechalarning ichini ko'ringlar. Mana ishlamay qolgan joylari bor-ku svechani. O'sha yerlarda tasdiq bo'lmaydi umuman. Tasdiq bo'lmagani uchun ishlamagan bo'ladi. Shu svechnoy ikkita misol ko'rsatdim, ikkita svechnoy misol. O'shandan tasdiq olinglar, ikkita misoldan. O'sha svechani markaziga kelgandan. Ana. Voy, вообще svoy bu. Ana. O'sha svechani markaziga kelganda, mana vertikalniy liniyadan keyingi H1 svechani markaziga yetib kelganda narx shu narsalarni qidiringlar. Markazdan o'tib ketsa ham, ozgina o'tib ketsa ham hech narsa qilmaydi. O'sha svechani ichida bo'lib qolsa bo'ldi o'sha. H1 svechani ichida shunaqa narsa. Misol uchun buy kutyapsizlarmi? Mana bu narsa bo'lishi kerak. Yoki mana bu narsa bo'lishi kerak. Sell kutyapsizlarmi? Mana bu narsa bo'lishi kerak yoki mana bu narsa bo'lishi kerak. O'sha yerda, sentrda. Risklar kamayadi.
savdo uylar yana ham barqaror bo'ladi shunda.